hali bir she'rda aytib berdim-ku, bemor bo'lganimni, qonimda qand ko'payib ketganini bir ta'rifladimmi? O'shani davosi bo'lgan. Men Assalom O'zbekistonda ertalab bir manzilni yozib olganman. Ne'matjon Abdullayev degan odamni ko'rsatgan. Xudo rahmat qilsin. Tabib shu Moskva unga akademik unvonini bergan ekan. Latviya akademiyasi. Latviya, o'sha chunki o'sha professorda ayolni o'sha rakni tuzatgan ekanda. Shundan ixlos qilib men borganman. O'sha qonimda qandning miqdori 11 ga chiqqanda shu eshitib keyin o'sha bordim Namangan, Zarkandan, Tosh qishlog'i ekan, bir tog'ning etagida turadigan qishloq ekan. Paramon, ha, eslatdim. Asl nomi Poranon. Poranon Ushatilgan nom. Ushatilgan nom. Keyin Paramon bo'lib ketgandek. O'rislar Paramon devorgan. O'zi Poranon. Poranon. Sindirilgan nom. O'zi Opartoqqa o'xshaganda, apartaq bo'lib ketgan dedimi? O'shanga o'xshagan. Shundan keyin bordim. Haligi birinchi borganimda hovli to'la darvozaxonada odamlar o'tiribdi. Eski og'och darvoza edi. Odamlar navbat o'sha o'rindiqlar qo'yib o'tirdik. Navbat hovlida butun baraligi nima tutib olgan, ro'mol tutib olganda bolalari, ayollari o't tuyib o'tiribdi kelida. Nima qilib tayyorlar ekanda? Giyohni tayyorlayapti. Keyin ichkari kirdim, ko'rdilar meni. Tilingni chiqar dedi. Tilimni chiqardim. Tirnog'imni ko'rsat dedi. Tirnog'imni ko'rsatdim. Nechinchi yilda edi? Bu 89-yillar adashmasam. 89 mumkin, 90 mumkin. Shu tomirimni ishlab ko'rdi-da, bo'ldi dedi. Shunda pul kupon edi, so'm kupon edi. O'sha bo'ladimi o'sha 90-yilda? O'sha ekanda. Keyin haligi ikki o'ram qog'ozda mana o'ralgan, ekda shunday nima, bittasiga 1, ikkinchisiga ikkinchi raqam. 20 kun buni ichasiz bo'lam dedi. 20 kun buni ichasizda dedi. Keyin bir yana kelib ko'rinasiz. Keyin 20 kun, 40 kun ichdim. 40 kun ichdim. Shunda Dukkentda haligi nimasida borib o'sha yerga doktorim bor, rus vrach Traxtangers degan edi. Borib qon topshirsam 3-4. Keyin qandim. Qand miqdori. Keyin qayerga bording, nima qilding dedi. Men aytdim, men shunaqa tabibga bordim, vodiyga bordim. Shunaqa giyoh bilan davoladi. Bo'lishi mumkin emas. Nima uchun dedi. Boshqatdan topshir palon kuni dedi. Yana boshqatdan topshirdim. Topshirsam 3-4. Bo'ldi, sen biz bemor emas, boraver dedi. Shu bilan Xudoga shukr, nima bo'lib ketdim men. Qonimda ko'rsatmaydi. Keyin minnatdorchilik bildirishga borganman. Yaxshi bo'lgandan keyin xursandman. Borsam, u paytda 24-10 valla Volga yangi chiqqan payt. Kampirlarimni darvozaxonada haligi o'sha mashinaga o'tirib endi jo'namoqchi bo'lib turgan ekan. Salima ayollar. Ismlarini bilmayman. Keyin endi ko'chani boshida qudasi to'y ekan. Shu yoqqa ketyapti ko'cha. Odam ko'p. Keyin so'rashtimda, men aytdim, "Shu minnatdorchilik bildirgani keldim. Nimajon aka, men sizdan yaxshi bo'ldim, shifo topdim. Rahmat" deb haligi nima qildim, minnatdorchilik bildirib turgan paytimda o'g'illari bo'lsa kerak. Tolibjon degan nozikina mo'ylab qo'ygan yigit bor edi. Murodjon aka bo'lsa kerak. Murodjon akam, Tolibjon deb eshitdim. Shunda bu yoqqa keling dedi. Mana bu inimiz dedi, Toshkentdan kelibdi dedi. Bizdan shifo topgan ekan. Shu minnatdorchilik bildirgani kelgan ekan. Shu bolaga dedi, yana bir kurs berasiz dedi. Hali ulardan berasiz dedi. Qani tiling chiqar dedi. Tilim chiqardim, tirnog'imni ko'rdi. Bo'ldi dedi. Yana bir iching dedi. Shuni ichdim, shu bilan Xudoga shukrda. Qandimda ko'rsatmaydi. Mana kecha yaqinda ham to'q qaringa topshirdim. 7-2 bo'ldi. To'q qaringa ovqatlanib borib topshirdim. 7-2. Xudoga shukr. Shunaqa qilib men u odamdan juda minnatdor bo'lganman. O'sha paytda sizni davolab bo'ldi. Meni davolagan. Boshqa qon ko'paytmadi. Yo'q, shuncha topshirganimda ham shuncha topshirdim, qon topshirib qanaqa bo'ladi deb yuraman, hech ko'tarilmagan. Shu 5 dan oshmas edi. 5 dan oshmas edi. Kechaganda bir to'q qaringan bir topshirib ko'ring dedi, bir joyda topshirdim, 7-2 bo'ldi. Xudoga shukr. U odam, Alloh rozi bo'lsin, odamdan shifo topganmiz, minnatdor bo'lganmiz. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Endi eshitib o'tib ketibdi odamlar. Bolalari omon bo'lsin. O'shalarning baxtigacha shunaqa tabiblarimiz ko'p bo'lsin. Davlatimiz o'zi ham aytib, davlatimiz deyapti, mana tabobat bilan tibbiyotni birlashtiringlar deyapti.
baribir ota bobodan qolgan baribir o'sha giyoh bilan davolanish ham yaxshida. Albatta.